Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kami pechkamiz Zavodskoydan 1.5ligidan Andijon viloyati Shahrixon tumaniga o'rnatib berdik. Ekan Zavodskoydan tayyorlagan ekan, mana havas qilib. Ikkinchisi o'tgan yil bitta qurib berdik. Mana ikkinchisini kelib, mana o'tgan yil effekti zo'r oldi. Maza qilib chiqdik. İşte kelib mana o'rnatib, yoqib sinadik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu orqa tomoni. Full varianti bu. Kraskalangan qanoti bor, orqada duxovkasini eshigi bor. Mana shu full varianti bo'ladi. Tozalaydigan joylari qurimlab qolganda ashdan tozalanadi. Alt tomonidan ko'rsatamiz. Alt tomoni. Mo'ri zigzag uchib ketadi har doim. Xonamiz 5.5 ga 3.5 dan ikkita ekan. Mana shu yerga kelib mana o'rnatib yoqdik. Duxovkasi mana old tarafda. Buni yopiq duxovkali. Buni orqasiga o'xshatib gulli qilsa ham bo'ladi. Mana oldida tozalaydigan joy. O'ziga xos, o'ziga mos. Ochadigan eshiklari ham, ruchkalari ham mana katyolda ruchkalari ham qo'yilgan. Zavodskoy. Xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ablisopka g'ishtlarini bilan urib berdik. Bu ablisopkani foydali tarafi shuvoq qilinmaydi, kafel terilmaydi, ertaga yorilib ketdi, tushib ketdi, bo'lmaydi. Mana shunday holatda turiladi. Pechka ham mushat qilmaydi yoz kunlarida. Buzib tashlab, qurib ber, qish kelganda sovuq tushishi bilan o'tiningizni olib kirib, o'tin ko'mirni olib kirib yoqilaveradi. Qish mavsumiga kirishda bir tozalab olasizlar. Azbizlarni, zigzaglarni, pechkani qurimni tozalab, bemalol yoqilaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.